500 ta sovg'a tarqatamiz degandik, lekin 500 ta emas, undan anchagina ko'p miqdorda sovg'alarni tarqatdik. Lekin shunaqa bo'lsa ham kuzatuvchilarimiz bizdan xafa bo'lishyapti. Hozir kommentariyalarni kirib qaraydigan bo'lsam, ko'pchilik yozishdi. Sovg'a bermadinglar, aktiv bo'lgandik, like bosgandik, obuna bo'lgandik deb yozyapsizlar. O'rtoqlar, bitta narsani unutmanglar. MM Shop hech qachon kuzatuvchilarini va klientlarini xafa qilmaydi. Ertaga bizning yangi ochilgan Qo'qon filialimizga soat 12:00 tashrif buyuradigan bo'lsanglar, videolarimizga like bosib, kommentariya qoldirib, obuna bo'lib qolgan bo'lsanglar, shaxsan o'zim va turmush o'rtog'im bitta ko'ramiz va sizlarni sovg'alar bilan siylaymiz. Undan tashqari bizani faqat Qo'qonda emas, Farg'onada ham filialimiz bor. Vodiylik klientlarimiz Farg'onada ham filialimiz borligi esinglardami? 12:00 da Qo'qon filialimizga boradigan bo'lsak, soat 15:00 da Farg'ona filialimizga boramiz. Bu yoqda ham chiroyli sovg'alar tarqatiladi. Undan tashqari chiroyli chegirmali narxdagi tovarlarni obzor qilib beramiz. Tashrif buyursanglar, maza qilib xarid amalga oshirib ketasizlar. Yozgi tovarlarni zo'r narxda faqatgina MM Shopdan olasizlar. Bitta opamiz yetdilar-yu, eshitdinglarmisizlar ham. Bozorda 120 ming so'mlik oyoq kiyimni mana MM Shopda 79 ming so'mga ko'rib olman, deyaptilar. Shunday ekan MM Shopdan boshqasiga aldanib qolmanglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, ko'rishguncha.